Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz uyda oddiy xamir qilib, undan 4 xil narsa pishirdik. Ikkitasini duxovkada, ikkitasini gazda. Mana bu qatlama. Shakarli qatlama, shakar sepib pishgandan keyin. Mana buni chilpak skоворodkada qovurib oldik. Mana bu oddiy patir. Bunisini yoyib, maslalarni surtib, piyoz savurib, piyozni patir qildik. Kimdir birov kommentariyada yozgan ekan, patir qilib, pishirib ko'rsating deb. Mana meni bilgan patirim shu. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etingizlar. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar. Mana hozir xamir tayyorlaymiz. Tuz soldim, suv soldim. Aralashtirib, un solib, o'rtacha xamir qildim. Juda qattiq emas, juda bo'sh emas, o'rtacha. Besh minut tindirib qo'yib, yana mushladim. Xuddi bilganday 4 zo'la xamir chiqdi. Endi buni tindirib qo'yib, maslalarimiz eritib olamiz. Bizda uyda mikrofonlovka bor uchun 1 minutga mikrofonlovka qo'ydim, o'zi erib tayyor bo'ldi. Gazda bir skоворodkaga eritib olsa ham bo'ladi. Silishni maslani, margarinni, podsolishni maslarini aralashtirib. Qaymoq solsa yana ham zo'r bo'ladi. Smetana ham soldim. Yana ham mягкий, muloyim bo'lishi uchun. Keyin qo'y yog'idan ham soldim ozgina. Uyda hozirroq bor ekan. Molning yog'ini yoki qo'y yog'ini eritib, sosalaringiz, patirlaringiz yana ham mazali, zo'r bo'ladi. Kimdir birov yozibdi kommentariyaga, ruskiymi, qozoqmi, erkak rus tilida. Perchatka kiymang, ishlang. Qo'lingizni yuvib, perchatka kiymang, ishlang deb yozibdi. Hali ham qo'limni yuvaman. Meni sen yuvaman, xamir qilgan o'zi biladi. Endi restoranda ishlab yurganim uchun necha yildan beri har narsaga perchatka kiyib yurgan qolganmiz. Bitta salat qilamiz, bitta perchatka kiyamiz, yana almashtiramiz. Shunga o'rganganmiz. Ash patirda perchatka kiymay qildim. Juda noqulay bo'ldi o'zimga masalan. O'rganib qolganman. Mana shu usulda patir tayyorlab ko'ringizlar. Shunday zo'r bo'ladi. Pishgandan keyin 5 minutdan keyin sal soviganday bo'lgandan keyin sirazi paketlarga olib solib qo'yingizlar. Shunday muloyim mazza bo'ladi. Mehmonda oldiga ham qo'ysa bo'laveradi. Rosa zo'r chiqdi. Постоянно ana shunday qilib patir tayyorlayman men uyda. Hozir mana shu yoyib masalani surtib
bir dona piyozni mayda qilib ko'bik qilib to'g'rab o'radim, piyozli patir qilib, chunki o'zim rosa yaxshi ko'raman. Shunday dahshat patir bo'ladi bu ham. Xuddi bir issiqni somsa yeganday bo'lasiz, pishganda yesangiz. Qisib turgan duxovkaga 200 gradus qilib yarim soatda pishirib oldim. Bittasini oddiy patir qildim, bittasini piyozli patir qildim. Videoni montaj qilayotganda tezlashtirib olganman. Mana bunisini chalpak qilib tayyorlayman. O'sha bitta zvolamni maslani surtib, rulet qilib, uzun qilib 6 ta bo'lakka bo'lib, 6 ta chalpak tayyorladim. Bolalarim rosa yaxshi ko'radi buni. Bitta xachapuriga ham zo'r chiqdi bu ham. Mana o'rtasiga vilka urib olamiz, ishib ketmasligi uchun. Rosa to'yimli dahshat chalpakdan. Biz ro'za tutgan vaqtlarimiz ishxonamizga ayollar uyidan pishirib kelardi. Rosa mazza qilib yedik buni. Bunisini shakarli qatlama qilamiz hozir. Kimda tushunmagan joyi bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib so'rashlaringiz mumkin. Kommentariyada har xil narsalarni yozib, gaplashib, opa-singil bo'lib, tanishib, yanada kanalni qiziqtirsa bo'ladi-da, xolos. Issiq qizib turgan yoqqa solib qovurish kerak. Agar kuchli olovda qovurmasa buni yog'ini shimib olib yog'li bo'lib qoladi. Bir xil issiq yaxshi olovda qovurib olish kerak. Bunday qarsillagan zo'r shakarli qallama bilan ertalab choy ichishga mazza lekin. Xullas bitta xamir bilan 4 xil pozitsiyada выпечка tayyorladik. Mana qallama, oddiy patir, piyozli patir, mana bu chalpak. Shunday qilib tayyorlab ko'ringizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Videolarimizga qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib, like bosib, kommentariyalarga yaxshi fikrlaringizni bildirib qolaysizlar degan bittaman. Hammaga kattakon rahmat.